sodda tilga olganda shu o'yinni chiqargan, shu programmani chiqarganlar harb deb o'ylaysizmi? Hech qachon yutqizmaydi bular. Bu programma shunaqa qilinganki, hech qachon yutqizmaydi. Farg'ona viloyatiga 2 million dollarni yutqizib beradi. Aniq bu. Lekin 100 million dollar olib ketadi. Chunki baliqni tutish uchun, to'g'rimi? O'lja qo'yish kerak unga. 1 million 2 million dollarni va'dalga 20 ming dollar, marg'ilonga 30 ming dollar, qo'qonga 40 ming dollar qilib bo'lishadi. Nega qilib bo'ladi? Chunki men bittasini yutsam, oshda maqtanaman. Mana deydi, men Cobalt oldim deydi. Agni ekspertdan yutdim men deydi. Buni ko'rgan 8 tasi deydimi? Darrov 20 mingdan tikadimi? 8 ta 20 ming necha bo'ladi? 160 ming dollar bo'ladi. Menga 10 mingni berib turib, o'rtoqlardan 160 mingni olib ketyapti. Lo'q qilib. Lo'q kim? Adin ekspert o'ynayotganlar, sizlar lo'qsizlar.